Ramazanning oxirgi 10 kunining fazilati. Muhammad Yusuf. Sheksizki, Ramazanning oxirgi 10 kuni barliq kunlarning va kechalarning ichida eng ulug' va eng ahamiyatlidir. Payg'ambar alayhissalom Ramazan oylarida ibodatga qattiq beriladi va boshqalarni shundoq qilishga tashabbus qiladi. Xususan, Ramazanning oxirgi 10ida ibodatga qattiq berilishga va qadr kechasini tepishga buyurdi. O'zimi bu kunlarda ibodat uchun o'zini unutgan holda kirishib ketadi. Aisha radhiyallohu anhadan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar alayhissalom Ramazanning oxirgi 10ida boshqa kunlardagidan bakrak ibodatga beriladi. Muslim rivoyati. Aisha radhiyallohu anha yana mundoq deydi. Ramazanning oxirgi 10 yetib kelishi bilan Payg'ambar alayhissalom ayollardan uzoqlashib, ibodat bilanla mashg'ul bo'ladi. Kechalar uxlamaydi. Oilasidagilarni kechalari ibodat qilishga uyg'otadi. Yana bir hadisda mundoq deyilgan. Rasululloh Ramazanning oxirgi 10ida itikof qiladi va Ramazanning oxirgi 10 kunining tog' kechalarida qadr kechasini tepishga tirishinglar deb musulmonlarni tashabbus qiladi. Aisha radhiyallohu anhadan rivoyat qilinadiki, u mundoq deydi. Men Rasulullohdan agar men qadr kechasining bo'ladigan vaqtini bayqasam, bu kechada nima deb duo qilsam bo'ladi deb so'rab edim. U menga bunu duoni o'rgatgan. Allohumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya'ni, ey Allah, sen haqiqatan gunohlarni afu qiladigan va afu qilishni yoqtiradigan ilohimsan. Gunohlarimni afu qilg'aysan. Tirmizi rivoyati. Qadr kechasining fazilatlari to'g'risida Alloh taolo bu kechani ulug' qilib, uni Ramazonning boshqa kechalaridan alohida sharaflik va xayrli qilib belgiladi. Chunki bu kecha Qur'oni Karimning nuri tunji qitim yer sharida porlashga boshlagan bir kecha edi. Payg'ambar alayhissalom bu kechaning Ramazonning oxirgi 10 kunidagi tog' kechalarining birida bo'ladiganligidan xabar bergan. Va bu kechini tepish uchun Ramazanning oxirgi 10ida uxlamay ibodat qilishga tashabbus qilgan. Ham o'zimi shundoq qilgan. Chunki bu kechada qilingan amal ibodatlar fazilatda va savobda 1000 oylik amal ibodatdan ortiqdir. Alloh taolo Qur'oni Karimda qadr kechasi fazilat va savobda 1000 oydan ortiqdir deydi. Qadr surasi 3-oyat. Demak, qadr kechasi 1000 oyga teng bo'lgan ekan, u bir insonning umridan 83 yilga teng bo'lgan bo'ladi. Agar bir inson 83 yil hamisha ibodat bilan mashg'ul bo'lgan taqdirdami, birimizning qadr kechasini ibodat bilan o'tkazganimizning savobi Allah Taalaning dargohida 83 yillik ibodatdan afzaldir albatta. Shubhisizki, Qur'oni Karimning porloq nuri insoniyatning qalbiga nur chechishga boshlagan bu kecha boshqa har qanday kechalardan ulug' va sharaflidir. Hech qanday kecha uningga teng bo'lolmaydi. Lekin shuni yaxshi bilish kerakki, har qanday ulug' oyning, har qanday ulug' kun yoki kechining va har qanday ulug' soatning ulug'ligi va yaxshiliklari faqat uning ulug'ligini bilib, uni qadrlab, uningdan foydalana olgan kishilar uchundir. Ammo bu kechini qadrlamay, o'zining g'aflat uyqusida jim qilib qolgan kishilar uchun bu kechining boshqa kechalardan hech bir farqi yo'qdir. Qadr kechasi islom millatiga berilgan imtiyozdir. İmam Xattabi qadr kechasining
Allah Taala tarafidan islom millatiga maxsus ato qilingan bir katta imtiyoz ekanligiga butun islom olimlarining birdek ittifoqi bo'lganligini bayon qiladi. Chunki Allah Taala bu kechini Qur'on Karim bilan sharaflantirdi. Qur'on Karim bo'lsa islom millatining eng mo'tabar dasturidir. İmam Malik o'zining Al-Muvatta nomli asarida mundoq degan: Payg'ambar alayhissalomga o'zidan burun o'tgan ummatlarning yashagan umrlari ko'rsatilgandan keyin u o'zining ummatlarining umrining burunqilarning umriga nisbatan qisqa ekanligini ko'rib, ummatlarning bu qisqa umrida burunqilarning qilgan yaxshi amallarni qilolmaydiganligidan ansirganda Allah Taala uning ummatiga 1000 oydan yaxshi bo'lgan qadr kechisini ato qilgan. Allah Taala bu kechining qaysi kechida ekanligini, vaqtini bizga ma'lum qilmagan. Bu kishilar shu kechini tepish maqsadi bilan Ramazon kechalarining hammasida ibodatga berilsin uchun edi. Shuningdek Allah Taala juma kunidagi duo ijobat bo'ladigan soatni va Qur'on Karimdagi uni o'qib, nima tilisi beriladigan ismul azamni bizga bildirmagan. Bomo kishilarning duo ijobat bo'ladigan soatni va ismul azamni tepish uchun har vaqt duo qilsin va Qur'on o'qisin uchun edi. Agar qadr kechisining vaqti duo ijobat bo'ladigan soat va ismul azam aniq bildirilgan bo'lsa-edi, kishilar qadr kechisida ibodat qilishga, shu soatda duo qilishga, ismul azamni o'qishga o'rganib olib, boshqalarga ahamiyat bermagan bo'ladi. İtikab ve onun fazilati. İtikab Allah Taalaga ibodat qilish niyati bilan masjidda o'ltirish demakdir. İtikab qilishni dastlab payg'ambar alayhissalom boshlagan. İtikabni har qanday vaqtda qilsa bo'ladi. Ammo Ramazonda qilish sunnatdir. Payg'ambar alayhissalom har yili Ramazonning oxirgi 10 kunida masjidda o'zi yolg'iz o'ltirib itikab qiladi. Keyin uning ayollari, ondan sahobalar itikab qilishga boshlagan. Shundoq qilib itikab islom dinida eng fazilatli amallardan bo'lib o'rin olgan. İtikab Allah Taalaning roziligiga erishish maqsadi bilan butun dunyolik ishlardan qo'l uzib, masjidda o'ltirib, turli ibodatlarni o'rinlash orqali amalga oshadigan ibodatdir. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar alayhissalom har yili Ramazonning oxirgi 10 kunida itikab qiladi. O vafot bo'lish oldidagi yilgi Ramazonda 20 kun itikab qilgan edi. İmam Ato'i mundoq degan: İtikab qilgan kishi xuddi podshohdan so'raydigan hojati bo'lganlikdan uning ishki oldida talmirib, hojatim ravo bo'lmag'ichilik hech ketmayman deb turib olgan kishiga o'xshash bo'lib, o Allah Taalaning uylaridan biri bo'lgan masjidda o'ltiradi va gunohlarim mag'firat qilinib, hojatlarim ravo bo'lmag'ichilik masjiddan chiqmayman deb itikabga davom qiladi. İtikabning fazilatlari nihoyatda ko'pdir. Shunga uni payg'ambar alayhissalom hayotining oxirigachilik hech tark qilmagan. U hayotining oxirgi yili itikabda ko'proq o'ltirgan. Buning bilan payg'ambar alayhissalom bizga itikabning ahamiyatini texmo aniq bildirgan. Chunki inson turmushning talablari va g'aflatlar sababi bilan gohida Alloh taolodan uzoqlashib qoladi. Oxiratlik uchun tayyorlik ko'rish ishlariga ahamiyat bermaydigan bo'lib qoladi. İtikab qilish bundoq kishilarning Alloh taolo tarafga qaytishi va dunyoning tugamaydigan mashg'ulotlardan bir oz bo'lsa-mu ozod bo'lib, o'zining ma'naviyatini kuchaytirish ham yuksaltirishi uchun eng yaxshi fursatdir. İtikab qilish fazilatlik amal va Alloh taologa yaqinlashishning cho'ng fursatidir. Ammo itikab qilaman deb masjidda o'ltirib olgan kishilarning ko'p sonligi diqqat qilmagan ba'zi xatoliklar bor. Ular birinchi, bolalarning ehtiyojlarini qayirib qo'yib, o'zini o'ylab masjidga kirib o'ltirib olish.
Aslida mümin odamning butun harakati ibodat bo'lishi lozim. Ibodat masjidda emas, odam har ishini Alloh taoloning roziligini ko'zlab, payg'ambar alayhissalom ko'rsatgan bo'yicha qilsa, mayli u ish dunyolik ish bo'lsin, u odam ibodat ichida bo'lgan bo'ladi. Shunga itkob qilmoqchi bo'lgan odam oilasining barliq ehtiyojini to'liqlab berib, ondan masjidga kirsa bo'ladi. Ikkinchi, nurg'un kishilar itkobda o'ltirsimi, yanfon qo'lidan tushmaydi. Sotsial mediadan ayrılolmaydi. Ba'zisi texi YouTube'dan video ko'radi. Alloh taolo bilan bo'laman deb masjidga kirib elib, dunyodagi barliq insonlar bilan birga bo'ladi. Bu qandoqmi itkob bo'lsin? Shunga Alloh taolo uchun itkob qilaman deb masjidga kirgan odam mumkin bo'lsa yanfonni olmay kirishi lozim. Ve qo'lida Alloh taoloning kalomi bo'lgan Qur'on Karimla bo'lishi lozim. Üçüncü, yana nurg'un itkobchilar bomdoddan keyin peshingacha, peshindan asrgacha, yana ba'zisi shamg'icha uxlab o'tkazadi. Bundaqlar uyda uxlasa bo'lmasmi? To'g'ri, uxlash kerak. Ammo bir kunni uxlash bilan o'tkazgan odam qandoqmi o'zini ro'za tutdim, itkob qildim deyalaydi. O shundoq sanasimi, Alloh taolo qabul qilarmi? Buni o'ylab ko'rish lozim. To'rtinchi, ba'zi odamlar turmasdan boshqalar bilan telefonlashadi. Siz Alloh taolo bilan birga bo'lish uchun itkob qilgan ekansiz, cho'qim butun vaqtingizni Alloh taologa otishingiz lozim. Agar undoq qilolmasangiz, uyingizga berib uxlasingizmi, sizga gunoh bo'lmaydi. Chunki siz itkob qilishga majbur emas. Uyda itkob qilishning shartlari. İtkab qilishning shartlaridan birinchisi masjidda o'ltirish bo'lib, itkob masjidlarda qilinadi. Ammo hozirgidek masjidda o'ltirish imkoniyati bo'lmagan sharoitlarda ulamolar tövandagi ikki shart bilan uylarda maxsus joyni masjid qilib, shu joyda o'ltirib itkob qilishni joiz deb qaraydi. Birinchi, uydagi namoz o'qishga xos qilingan xona va yoki joyda o'ltirish. Zaruriyatsiz boshqa xonalarga va sirtqa qat'iy chiqmaslik. Chunki itkob qilishning shartlaridan birinchisi masjidda o'ltirishdir. Masjidda itkobda o'ltirgan chig'inglarda ayollaringlarga yaqinchilik qilmanglar degan oyat buni ifodalaydi. Ikkinchi, uyda itkob qilgan odam o'zini masjidda o'ltirgandek his qilishi. Namoz o'qish, Qur'on o'qish, duo qilish, zikr tasbih etish degandek masjidlarda qilishga tegishli ibodatlarni qilishi va boshqalar bilan parang sanmaslik, ayolidan yiroq turish, o'yin va kulkilardan saqlanish, behuda gap so'zlarni qilmaslik degandek masjidlarda qilishga bo'lmaydigan ishlardan saqlanishi lozim.